2023-yil 10-oktyabrida Isroil armiyasi G'azo sektoriga mamlakat g'arbidagi Islomiy Hamas harakati nazorati ostidagi hududga to'liq hujum boshladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo 138 davlat G'azo sektorini Falastin davlatining bir qismi deb biladi. Biroq Xavfsizlik kengashining ba'zi a'zolari mamlakat mustaqilligini tan olmaydi va Hamasni terrorchi tashkilot deb biladi. Hamas aslida qanday tashkilot? Nega u Isroilga hujum qildi va Falastin-Isroil mojarosidan u nimani xohlaydi? Bugun Hamas qanday tashkilot ekanligi, u qanday paydo bo'lgani va nima uchun Isroilga qarata o't ochganini bilib olasiz. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob va tahorati buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq hal qilish mumkin. Vulkan erkaklar uchun tabiiy mahsulot. Buyurtmalarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish bepul. Ma'lumot uchun 71 kodi bilan 207 66 55 raqamiga murojaat qiling. Hamas harakati 1987-yilda falastinliklar Isroilga qarshi qo'zg'olon boshlaganida paydo bo'lgan. Harakat Misrning Musulmon birodarlar tashkiloti tarkibida tashkil etilgan bo'lib, Shayx Yosin Hamasning asoschisi hisoblanadi. Isroil dastlab Hamasni mintaqa mustaqilligi uchun kurashayotgan Falastin ozodlik tashkilotiga raqib sifatida qaraydi. Bundan tashqari Shayx Ahmad Yosin xayriya ishlari bilan shug'ullangan. U maktablar, kasalxonalar va bolalar bog'chasini ochgan. 2004-yilda Shayx Ahmad Yosin vafot etgach, Abdul Aziz Al-Rantasi rahbar etib e'lon qilinadi. Biroq u ham tez orada vafot etadi. Keyinchalik turli shaxslar Hamasga yetakchilik qiladi, ammo ularning aksariyati bombardimonlar va Isroil bilan to'qnashuvlar qurboni bo'lgan. Hozirda rahbarlik sobiq bosh vazir Yahyo Sinvarga tegishli. 2004-yildan beri Hamas G'azo sektori siyosiy hayotida faol ishtirok etib keladi. 2005-yilda tashkilot mintaqaning yirik shaharlaridagi saylovlarda g'alaba qozongan. Bir yildan so'ng esa Falastin qonunchilik kengashi saylovlarida ko'p o'rinlarni qo'lga kiritadi. Hokimiyatga kelgan Hamas Falastin ma'muriyatining harbiy qudratini faol ravishda oshira boshlaydi. 2007-yilda Falastin ma'muriyatiga tegishli yerlarda G'azo sektori va g'arbiy sohillarda fuqarolik urushi boshlanadi. Natijada Hamas askarlari G'azo ustidan nazorat o'rnatadi. G'arbiy sohil esa Falastin milliy ozodlik harakati tarkibida qoladi. Hamas o'shandan beri G'azo sektoridagi hokimiyatni o'z qo'liga olgan. Hamas tashkil topganidan beri 1988-yilda qabul qilingan qonunlarga asoslanib, unda tashkilot Isroil davlatining mavjudligini va Falastin yerlarini bosib olgan deb hisoblaydi. Isroil, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Yaponiya, Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqi Hamasni terrorchi tashkilot sifatida tan oladi. Yangi Zelandiya, Paragvay va Avstraliya Hamasning faqat harbiy qanotini terrorchi deb biladi. Turkiya, Xitoy, Rossiya, Norvegiya, Qatar va arab davlatlari esa Hamasni terrorchi sifatida tan olmaydi. Saudiya Arabistoni ham Hamasni terrorchi deb aytmaydi, lekin aloqalari ham yaxshi emas, chunki Hamas Iron va Qatarning loyihasi sifatida ko'riladi. Bu esa albatta Saudiyaga yoqmaydi. Saudiya 2014-yilda Musulmon birodarlar tashkilotini terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan edi. O'shanda ba'zi saudiyalik siyosatchilar bevosita Hamas Musulmon birodarlar tashkilotining filiali degan ma'noda salbiy munosabat bildirishadi. 2011-yilgacha Hamasga asosan Eron tomonidan homiylik qilingan. Yana ommaviy axborot vositalarida Turkiya, Qatar va Misr Hamasni moliyalashtirgani haqida xabarlar bor. Bundan tashqari, Fors ko'rfazi davlatlaridagi boy dindorlar, shuningdek boshqa davlatlarda yashovchi falastinliklar Hamasga yordam berishadi. So'nggi 10 yil ichida Qatar Hamasning asosiy homiysi bo'lib kelgan. 2012-yilda Hamas hokimiyati o'rnatilganidan keyin G'azo sektoriga tashrif buyurgan birinchi xorijiy davlat rahbari Qatar amiri Shayx Hamdan bin Xalifa bo'ladi. Keyin u G'azoga $400 million ajratishga va'da berib, kelajakda mintaqani moliyalashda davom etadi. Qo'shma Shtatlar va G'arb davlatlari Qatarni to'xtatishga qayta va qayta chaqirgan. Hatto Washington Qatar Hamasni qo'llab-quvvatlashda davom etsa, sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qilgan. Qatar Hamasni emas, G'azoni qo'llab-quvvatlayotganini va mintaqadagi mojaroni hal qilishga urinayotganini ta'kidlaydi.
2023-yil 7-oktyabr kuni ertalab Hamas G'azo sektoridan Isroilga qarata o'q uzdi. So'ng askarlar chegaradagi istehkomlarni buzib o'tib, mamlakat janubidagi bir qancha aholi punktlarini egallab oldi. Hamas hujumi Isroil razvedkasi va armiyasi uchun kutilmagan bo'ldi. Hamas Isroilning raketalarga qarshi mudofaa tizimini yorib o'tishga muvaffaq bo'lib, Isroil minglab kelayotgan raketalarga bardosh bera olmaydi va arzon dronlar Isroilning qimmatbaho uskunalarga qarshi ishlatilgan. Shu tariqa to'qnashuvning birinchi kunida Hamas askarlari Isroil armiyasining eng yaxshi tanklaridan biri Merkava MK4 ni drondan mina tashlash orqali yo'q qilishga muvaffaq bo'lishgan. 7-oktyabr oxirigacha Hamas Isroilning deyarli barcha kuzatuv punktlarini yo'q qilishga, chegara postlari va harbiy obyektlarni qurol-yarog' va texnikalar bilan nazorat qilishga muvaffaq bo'ladi. Isroil politsiyasi Quddusdagi islomning 3 ta asosiy ziyoratgohlaridan biri sanalgan Al-Aqso masjidiga xudbinlarcha bostirib kirishi Hamasning hujumiga sabab bo'lgan. Bundan tashqari, Hamas Tel Avivni minglab mahbuslarni ushlab turishda va bosqinchilik jinoyatlarida ayblaydi. Isroil G'azo sektoriga javob zarbalarini bera boshlaydi va kun oxiriga kelib janubdagi qo'lga olingan aholi punktlarini deyarli qaytarib olishga muvaffaq bo'ladi. Shuningdek, 2 kundan keyin Isroilning janubiy chegarasi ustidan nazoratni o'rnatadi. 1945-yilda Gitler Germaniyasi yiqitilgach, dunyo hamjamiyatida yahudiylarga nisbatan global achinish hissi juda kuchli bo'ladi. 1945-yilda yangi tashkil topgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'zining eng birinchi katta ishi sifatida yahudiylar uchun Isroil davlatini tashkil qilishga kirishadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qaroriga ko'ra, o'sha davrdagi Falastin yerlari ikkiga bo'linib, yerlarning taxminan 55% ni yahudiylarga berish, qolgan 45% ni falastinliklarga qoldirish kelishilgan. Ammo Isroil davlati o'sha berilgan yerlar bilan cheklanish niyati yo'qligini ko'rsatdi. Maqsad Falastin davlati yerlarini to'liq o'zlashtirish, Falastin degan davlatni yo'q qilish edi. Bu loyihaga arab va musulmon davlatlari qarshi chiqishadi. Lekin Isroilning orqasida turgan kollektiv G'arb va avvalo Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya va Fransiya imkoniyatlari ustunlik qiladi. Mana 76 yildirki, Yaqin Sharqda tinchlik yo'q. Bir vaqtlar emin-erkin yashagan Falastin aholisining yerlari bugun deyarli to'liq egallangan. Isroil 1967-yilgi chegaralarga qaytishni, Falastin davlatiga imkon berishni xohlamayapti. Natijada Yaqin Sharqda qolaversa kollektiv G'arb va musulmon dunyosi o'rtasida o'zaro munosabatlarga katta zarar yetmoqda. Falastin-Isroil mojarosi 76 yillik tarixga ega. Isroil yosh davlat. U 1947-yilda tashkil topgan. Unga qadar taxminan 2000 yil atrofida mavjud bo'lmagan. Yahudiylarning qadimiy davlati yo'q bo'lib ketishiga yahudiylarning ichki nizolari va o'sha davrda yangi din hisoblangan xristianlik asosiy sabablardan bo'lgan. Qadrli do'stlar, mana shuning bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga bir dona like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha